Bizning quyosh sistemasi ichida quyosh bo'lsa bir cho'ngliqni qiyos qilg'ili bo'lmaydigan osmon jismi. U butun quyosh sistemasi massasining 99,186% ni egillaydi. Diametri 1,300,000 kilometrga yetadi. Bu yer shari massasining 330,000 hissasiga barobar. Uning hajmi yana 1,300,000 dona yer sharini o'ziga sig'dira oladi. Gerçi quyosh bo'lsa, quyosh sistemasidagi eng cho'ng osmon jismi bo'lsa-mu, lekin bepoyon olamda sonsizlagan turg'un yulduzlar bo'lib, ularning ba'zilari quyoshdan necha hissa, hatto necha 10 ming hissa cho'ng. Hozirga qadar insonlar bayqay olgan eng cho'ng yulduzning yer shari bilan bo'lgan oraliqi 9500 yo'riqlik yili. Bu bo'lsa, qalqon yulduz turkumiga joylashgan bir darajadan tashqari qizil yulduz bo'lib, qalqon yulduz turkumi UY deb ataladi. Qalqon yulduz turkumi UY darajadan tashqari cho'ng bo'lib, biz uning cho'ngligini tasavvur qila olmaymiz. Turg'un yulduz taraqqiyotining oxirgi davriga qadam qo'yganlikdan uning markaziy yadrosi uzluksiz cho'ngaygan va yana shu sababdan tashqi qavati sirtqa qarab kengaygan. Shuning bilan darajadan tashqari qizil yulduz shakllangan. Olimlarning ko'z bayqishicha qalqon yulduz turkumi UY ning diametri 2,370,000 kilometrga yetadi. Bu quyosh diametrining 700 hissasiga to'g'ri keladi. U yana 4,500,000,000 dona quyoshni yoki 20 trillion dona yer sharini o'z ichiga sig'dira oladi. Yo'riqlik surtida uning ekvatorni bir qatim aylanish uchun 9 soat vaqt ketadi. Biz yo'riqlikning sekundiga 300,000 kilometr yuradiganligini bilamiz. Bu suratda 1 sekundda yer sharini 7,5 qatim aylangani bo'ladi. Mana buningdan qalqon yulduz turkumi UY ning cho'ngligi qanchalik darajada ekanligini faraz qilg'ili bo'ladi. Agar biz bu turg'un yulduzni quyosh sistemasining markaziga qo'ysak, uning hajmi Saturnning aylanish orbitasiga yaqinlashadi. Merkuriy, Venera, yer shari hamda Yupiterlar Tatuks bu turg'un yulduz tarafidan yutib olindi. Lekin qalqon yulduz turkumi UY ning hajmi tasavvur qilg'ili bo'lmaydigan darajada cho'ng bo'lsa-mu, lekin uning massasi faqat quyoshning 32 ga teng. Chunki energiya qo'ritishi ziyoda tez bo'lganlikdan uning umri faqat qisqagan necha million yil. Uning yiqilg'usi butunlay qurab tugagandan keyin uning ichki yadrosi o'zidagi ig'irlik kuchining ta'sirida tez suratda taraydi. Shuning bilan darajadan tashqari yulduzning portlashi shakllandi. Oxirida u tarayib tortishuvchi intayin cho'ng bo'lgan bir qo'rqinchli qor ko'rini shakllantirdi.